Assalomu alaykum hammaga. Bolalar qalaysizlar, tuzimsizlar? Ketdik. Bugun Games'da 58 million balansda pul bor. Games o'ynab ko'ramiz. Qanday beradi? Scratch kartdan boshlaymiz. Qani? Tak, bu yerda strategiyamiz shunday. 3700 so'mdan 5 marta 1 2 3 4 5 bermadi. Bermasiga ham yaxshi aslida. Plyusda katta summa bilan tushganingizda beradi. 2 bermadi. Endi 3700 so'mdan 2 yoki 4 koeffitsient tushgungacha 1 2 tushdi. Normal. Bor. Endi dagonni 100 dan boshlaymiz. 5 ta dagon 200. Birinchisida yo'q o'xshab berdi. Birinchisida yo'q bor. Bor. Bitta shunaqasidan bo'lsin, bor. Keyingi strategiya 3800 so'mdan 1 2 3 marta. Keyin 12000 so'mdan 1 2 Vay, onasini hamsin koeffitsient beraverdi. 772 ming so'm. Koeffitsient beraverdi-ku. Endi dagon 3 marta bo'ladi, по-моему, adashmasam, 3 marta bo'ladi. Berish kerak. 1 bermadi, dagon 2 bermadi, dagon 800 dan. Bo'lsa bitta. Bermadi. Ondan nima gol. Lekin birinchi strategiyamiz o'xshadi. Tak, endi yana nima strategiyamiz bor? Nima strategiyalar bor bu yerda? Nima strategiya bor? Mana bu Apple of Fortune'ni ko'tini yorish kerak-da. Tak. Bu yerda strategiyamiz shunday. 3000 so'mdan 1 olamiz yutuqni. 5000 so'mdan bormi? 5000 so'mdan 1 2 yutuq bor. Bormi yutuq? Bor. Ana endi 25000 so'mdan o'rtaga bir marta 1 2 bormi? Bor onasini hamsin. Ana shunday. Endi dagonimiz 5 ta bo'ladi. Birinchisida o'xshab bersa, lekin dabdara 1 o'xshamadi. Ikkinchisida bormi? 1 2 o'xshamadi. Ondan nima g'ur? Uchinchisi dagonda bormi? 1 2 3 uchinchisida o'xshamadi. To'rtinchisida bormi? 1 2 3 4 5 bor onasini hamsin. Bor. 3.216.000 so'm. Bu yerga riskovat qilish kerak emas, chunki katta summa bo'ldimi, olish kerak. Riskovatga o'rin yo'q. Uchinchisida o'xshab berdi. Strategiya aslida 11 koeffitsiyentgacha chiqadi, lekin men turda oldim, chunki menga tinchlik kerak. Shuning uchun oldim. Ana endi kristalni ko'tini yoramiz, onasini emsin. Minimalniy summa 30.000 so'm deb olamiz. Bo'lmi? 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 gacha koeffitsiyentlar tushsa agar stavkani oshiramiz. Bo'lmi? Bular kerak emas-da, shular kerak emas. Birdan ber onasini hamsin yutaylik. Bo'lmi? Bo'lsin bitta. Bo'lsin bitta onasini hamsin. Bo'lmi? Yo'q-da. Bersaydi ko'tini yoraverardim-da. Mana bor. 1.7 bor. 1.7 bor. Normal. 0.5 orqasidan yana bitta bermadi-da. Ko'tini yorardim. Davay, dagon bilan birinchisida. Bo'lmi? Bo'lsin birinchisida. Kam bu. Ko'proq. Dagon, ikkinchi dagonimiz bu. Mana bunisi uchinchi dagonimiz. To'rtinchi dagon. 5-chi dagon. Axir mana shu bersa berdi, bermasa ketamiz. Bormi? Kamda bor, kam bor, lekin kam. 5.376.000 so'm. Chiqamizmi? Chiqib turamizmi bu o'yindan? Chiqamiz.
chiqib turamiz. Kallang bo'lsa, normal summa bo'ldimi chiq. Ana endi Patrimnatda strategiyamiz bor. Juda ham ajoyib strategiyamiz bor. 24 ming so'mdan 3 marta yutamiz. Ketma-ket 3 marta yutish kerak. Bormi 3 marta? 1. Birinchisi bor, ikkinchisi yo'q. O'nnasini emsin. Birinchisi bor, ikkinchisi yo'q. Onangni birinchisi bor, ikkinchisi bor, uchinchisi yo'q. Qiyin, berish qiyin, lekin nima qilamiz endi, strategiya shu. Onangni emmagur bormi? Bormi bitta? Birinchisi bor, ikkinchisi yo'q, haroma. Birinchisi bor, ikkinchisi yo'q. Onangni emmagur. Bormi bitta? Bo'lsin bitta onasini emsin. 1 2 3 bor onasini emsin. Bitta endi menshiga yutamiz. Yutdik menshiga. Ana endi dagon bilan ursak bo'ladi. 1 bermadi, 2 bermadi, 3 bermadi, 4 bermadi, 5 bermadi. Chota bunda strategiyamiz o'xshamadi. Asta chizish kerak bundan. O'yinning azarti yongan hozir. Tak, Games Odyssey. Games Odyssey. Games Odyssey'da ham strategiyamiz bor. Tak, mana bu sariqlar 2 koeffitsiyentga tursa agar stavkani oshirish kerak. Minimal summa 300 ming so'mdan deb olamiz. Ondan nimaga noto'g'ri bosdim-da? Shu yerda noto'g'ri bosdim. 2 koeffitsiyentga tursin, 2 koeffitsiyent. 1 koeffitsiyent kerak emas, 2 koeffitsiyent. Bormi? 1 koeffitsiyent bor. 2 bormi? 2 kerak. Bor, onasini emsin, bor. Talcha oshdi ya. Voy, onasini emsin. Games Odyssey'da bitta minus tarafi shu, o'yin juda uzun. Ana endi dagon bilan 5 koeffitsiyentga harakat qilsak bo'ladi. 5 yoki 10 ga ketdi. 5 bormi? 5. Birinchidan bor shu 5. Yo'q, onasini emsin. Hop. Ne? 20 ming. Salat 10,000 bro. Yoki 10,000 aslaka bo'dopson, adarom. 10 ming ichkaridan olasiz aslaka. Bermadi birinchisida, ikkinchisida ketdi, bormi? Ha? Steklosi yo'q aka. 2 koeffitsiyent tursa ham hozir. Bizga 5 kerak. 2 5 kerak, 5 ana bor, 5 bor. Adashmasam 5 bor. Ana endi bormi? 1 kerak emas, 5 kerak, 5 bitta yashil tasha va onasini emsin. Tashamadida ko'ttin ayiraverardim ey. Bormi? Bo'lsin bitta zaybal bor. Ana aytdim-ku, 3-inchisi o'zi o'xshaydi. 14 million 400. Normal foyda. Bo'yindan nechiga tushdik? 50 millionga tushuvdikmi? O'zi ko'tarildik. Tak, endi boshqa o'yinlarga ham o'ynash kerak. Nimani o'ynasak bo'ladi? Ideal poker. Ideal pokerda strategiyamiz shunaqa. 10 ming so'mdan 4 ta 1 koeffitsiyent ushlashimiz kerak. Onasini emsin. 4 ta 1. Bo'lma 1. 10 kerak emas, 1 kerak, 1. Birinchisi bor. Ikkinchisi bormi? İkincisi ham bor. Uchinchisi bormi? Uchinchisi. Uchinchisi bormi?
Onangni nima ko'rib berishi juda qiyin-da lekin. Mana shu 5 ko'tga tiqdi. O'nam ko'tiga tiqdi lekin. Bir bo'lmi? Bir. Ikkita yana bir. Ikkita bir. 5 o'ng kerak emas. Ikkita bir kerak. Ikkita bir. Uchinchi bir bor. To'rtinchisi. Ketidan bitta to'rtinchisini ber. Onasini hamsin ber. Bermayapti-da. Onangni nima ko'r. Berdi. Ana endi ko'tini yo'ramiz. 100 ming so'mdan ketdi. Birinchisi. Yo'q. 2 3 4 5 ön koeffitsient. Balla, bu nima bu? Nima sansan? 200 ming so'mdan. 50 ushlamasak bo'lmaydi. 50 kerak. 50. 300 dan ketdi. 75 koeffitsient ushladik. 75 koeffitsient. Mana naxuy strategiya. Bunday strategiya faqat bizda. Onasini emsin 85 million. Mana naxuy. Bo'ldi. O'yin ishida tugatamiz. Hammaga xayr, salomatlik. Pashon naxuy.